Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Samarqand viloyati Nurobod tumani Boshquduq MFI'da 51-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan bo'lib, maydon hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda ekinlar o'nib chiqqan bo'lib, ekinlarni yetishtirish 210 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihani amalga oshirishda 20 ta dehqon xo'jalik jamlanib biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga 50 sotiqdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Ravshanbek Ahrorov xizmati MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir dehqon xo'jaligi yerga har bir gektar boshiga 70 tonnadan jami 700 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan keyin ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.